Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sizlarning e'tiborlaringizga yuqori resursli kultivator panjasini texnik xarakteristikalari bilan tanishtiraman. Yuqori resursli kultivator panjasi uchun O'zbekiston Respublikasi Mulk agentligi tomonidan FAP 01985 raqamli foydali model uchun patent olingan. Shu patent asosida kultivatorning eksperimental ishchi organi ishlab chiqilgan. Ishchi organ quyidagi tartibda ishlaydi. Bu 3 iskanali ishchi organ bo'lib, birinchi iskana 30 mm yeyilgandan keyin buni shu ustun atrofida soat strelkasi bo'ylab 120 gradusga buramiz. Natijada ikkinchisi tumshuqning o'rniga chiqadi. Ikkinchisi ham 30 mm yeyilgandan keyin uchinchisini o'tkazamiz. Natijada bu bitta amaldagi ishchi organning o'rniga 3 marta yangi ishchi organ vazifasini bajarib beradi va amaldagi ishchi organimizning resursi 30 gektarga mo'ljallangan bo'lsa, buning resursi esa 90 gektarga mo'ljallangan. Yuqori resursli kultivator o'qiyotgan panjasini Jizzax viloyati Zafarobod tumani Yorqin Said Hoji Akbar fermer xo'jaligida sinovdan o'tkazdik. Sinovdan o'tkazish jarayonida amaldagi o'qiyotgan panjalarga qaraganda eksperimental o'qiyotgan panja 3 barobar ko'p ishlab berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu amaldagi o'qiyotgan panjaga qaraganda eksperimental panjani tayyorlash jarayonida metal ham tejaladi. Eng katta afzalliklardan bittasi amaldagi o'qiyotgan panjani yangisiga almashtirish uchun 3 ta parcha mixni ustaxonaga olib borib almashtirish lozim bo'ladi. Buni esa dalada traktorning o'zida turgan holatda kultivatorning o'zida ham almashtirish imkoniyati mavjud. Shu bilan bu amaldagi o'qiyotgan panjadan farqlanib turadi.